Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun ikki do'stim bilan Turkiyaga sayrga keldik. Sizlarni bugun Turkiya bilan lokatsiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Xolos inshaalloh. Birinchi qiladigan ishimiz bizni pul almashtirish. Ya'ni exchange'ga borib pul almashtirish. İstanbul ko'chalari. Hozir pul bittacha nimaroq ekan 200 farq qilyapti. Endi hozir 100 dan almashtiraylik do'st masalan. Nimamiz 4200 dan ekan do'st. Mana pullar almashtirib oldik. Sekin chiqib ketyapmiz. Sulton Ahmed jamisi va Sulaymaniya va Hagia Sofiya masjidini ko'rgan ketyapmiz endi sekin. Yana bitta yaxshi ma'lumot, agar pulni almashtirmoqchi bo'lsalar, eng yaxshi joy bu Laleli bozorida, chunki bu yerda biroz qimmatroq olinadi. Bu yerda 4200 lira bo'lsa, o joyda 4400 4390 shular atrofida bo'ladi. Yaxshi Lalelida nimasi. Mana hozir Sulton Ahmed jamisini orqasida chiqyapmiz. Hozir Sulton Ahmed jamisiga bu tarafda yuramiz do'stlar. Chiqib ketamiz. Va mash shuna do'ppisidan olish kerak-da do'stim. Ha, do'ppisidan, turklar do'ppisidan. Ha, olamiz. Ko'ring. Boshga bitta qo'ndirib ko'ringchi bittasini. Qattiq bo'ladi. Ana. Maşallah, maşallah. Paşa, paşa. Ahad paşa. Subhanallah. Yaxshi. Oh, paşam, paşam. Bu ne kadar abi? Canım abi. Evet. Eyvallah abi. Evet. Bu ne kadar bu abi? 300 abi. 300? Eyvallah. 300 aynen. Ha, bu ne kadar abi? O 500 abi. 500 ha, tamam. Hozir mana biz Sulton Ahmed Jami masjidiga keldik. Sulton Ahmed maydoni. Hamma rasmga tushgan nima qilgan. Buni tarixi ham qiziq nima? Sulton Ahmed masjidi. Turkchada Sulton Ahmed jamisi deb nomlanadi. G'arbda esa Moviy masjid nomi bilan mashhur bo'lib, Istanbulning eng go'zal ko'ringan tarixiy obidalardan biridir. U Vizantiya imperiyasining sobiq ipodrom qarshisida Hagia Sofiya yaqinida joylashgan. Masjid 1609-yil va 1617-yillar oralig'ida Sulton Ahmed I buyrug'i bilan barpo etilgan. Sulton bu bino orqali Usmon imperiyasining qudratini ko'rsatishni maqsad qilgan. Binoni me'mor Sinaning shogirdi Sedefkor Muhammad og'a loyihalashtirgan. Bu jamining Moviy masjid deyilishiga sabab ichki devorlari 20 mingdan ortiq qo'ldan ishlangan moviy, yashil va firoza rangli iznik koshinlari bilan bezatilgani uchun shunday nom olgan. Sulton Ahmed Turkiyadagi 6 minorali birinchi masjiddir. Qurilish paytida bu katta bahslarga sabab bo'lgan, chunki o'sha paytda faqatgina Makkadagi Masjidul Haromda 6 ta minora bo'lgan. Shu sababli sulton bu muammoni hal qilish uchun Makkadagi Masjidul Haromga 7-minorani qurdirib bergan. Masjidda 5 ta asosiy gumbaz, 8 ta yordamchi gumbaz va 6 ta minora mavjud. Sulton Ahmed hayoti davomida 2 marta frontda urushda bo'ladi va birinchisi Yevropada Avstriyaga qarshi, ikkinchisi Osiyoda forslarga qarshi, ikkovida ham mag'lub bo'ladi. Shuning uchun u o'zini ismini tarixda qoldirish uchun
shu masjidni qurdirishga buyruq beradi. Bu masjid Istanbulning qoq o'rtasida bo'lgani uchun ko'p turistlarga ma'qul bo'lib qolgan. Ko'p kishi shu joylarni ko'rgan keladi. Ko'p kishi buni jami, Chellachi jami masjidi bilan adashtiradi. Sulton Ahmed masjidini ko'p kishi Chalmeja masjidi bilan adashtiradi. Lekin u boshqa masjid, bu boshqa masjid. U Osiyoda, bu Yevropada. Ko'rib turganingizdek, turistlar juda ko'p. Bu yerga kelishingizni tavsiya qilaman. Tahorat uchun moslangan joylar. Yana bitta qiziq fakt bor, hozir chiqishda ko'rsataman. Zanjiri bor. Buni sababi shu nimaga salom berib kirib, egilib yana qaytib chiqish uchun moslangan bu endi. Bu tikka emas, hali kirib turganda assalomu alaykum deb egilib kirib, yana chiqqanda shuni chiqib ketish uchun moslangan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ham ichini ba'zi joylarini sozlashmoqda. Shuning uchun ko'p joylar yopiq. Juma kuni shu joylarda ham odam juda ko'p bo'ladi. Juma namozi o'qish uchun. Hozir ichiga kiramiz. Masjidni ichiga kirmoqdamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ayollar uchun chap tomon va o'ng tomon ayollar uchun, o'rta esa erkaklar uchun. Jamoatga qo'ying do'stlar. Yana bir qiziq nima, mana ular tuyoqushni tuxumlari, mana bu lampochka olib turganlar. Shu chavan nimalar haydash uchun qilingan deyiladi. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Bu joyga turistlarni faqat bu zonaga qo'yishadi, turistlar, ayollar. Va u tomon yopiq, erkak faqat erkaklar o'tadi. Namoz vaqti biroq o'tishadi. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Islom haqida informatsiya bor mana bu yerda. Mana Xitoy, Yapon, Polsha, Italyan, Portugalcha, Fransuzcha, Ruscha, Ispancha, Inglizcha tarjimalar, payg'ambarlarning hayot haqida kitoblar. Mana ham o'ta shunaqa Qur'on tarjimalari Xitoycha, Yapon, Koreys, Fransuz, Portugal, Ispan, Italyan, Polsha, Ruschada tarjima qilingan kitoblar. Masjid Nabaviyda
Hozir biz Sulton Ahmed bilan Hagia Sofiyani o'rtasidagi ipodrom, ya'ni ot choptiradigan joyga keldik. Konstantinopol ipodromi, hozirgi Sulton Ahmed maydoni, Vizantiya imperiyasining yuragi, o'yin-kulgular, siyosiy bahslar va hatto isyon markazi bo'lgan. Ipodrom milodiy 203-yilda Rim imperatori Septimiy Sever tomonidan qurila boshlangan va 330-yilda Konstantin buyuk davrida ulkan majmuaga aylantirilgan. Bu yerda asosan arava poygalari o'tkazilgan. U 10 mingtagacha tomoshabin sig'dira olgan. Ipodrom shunchaki sport maydoni emas, unda xalq o'z imperatorini ko'rgan, unga talablar qo'ygan. Poyga jamoalari ko'k va yashil nafaqat sport klublari, balki siyosiy partiya kabi kuchga ega bo'lgan. Mashhur Nika qo'zg'oloni 532-yil aynan shu yerda boshlanib, shaharning yarmini vayron qilgan. Bu joy oldin ot choptiradigan joy bo'lgan Konstantinopol paytida. Bu narsalarda Misrdan keltirilgan tarixiy narsalar. Shu o'rtasida joy bo'lgan. Buni ikki chekkasida otlar chopib yurgan. Buni mana shu mashhur kinolarda ham aks etgan joy, Kurtlar vadiysi, ya'ni Qashqarlar makonida. Shu joyga qoraxonlikda jasadini tashlab ketishadi. Ko'pish ko'rgan va kino so'nggi serialida ham advokatni o'ldirib shu joyga osib ketishadi. Ko'pish ko'rgan o'sha mashhur joy. Buni Diklitosh, Istanbuldagi Sulton Ahmed maydonida joylashgan eng qadimiy yodgorlikdir. U milodiy avval 15-asr Misrda Fir'avn Tutamosus sharafiga bunyod etilgan. Istanbulga milodiy 390-yilda Rim imperatori Feodosiy bir buyrug'i bilan Misrdan Konstantinopolga, Istanbulga ya'ni olib kelingan. Yana xuddi shuni sal boshqacharog'i bor. Mana biroz u burchagida u ham Misrdan keltirilgan va ilon nomli joyimiz bor. Shunday Sulton Ahmed masjidining yoni ilonli ustun, shuningdek ilonli kolonna nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu yodgorlik Istanbulning Sulton Ahmed maydonida sobiq ipodrom joylashgan antik davriga oid bronza ustundir. Ustun miloddan avvalgi 479-yillarda Yunonlarning forslar ustidan qozonilgan g'alabasi Platay jangi sharafiga yasalgan. Ya, turistik zona qimmat zonalardan. Yo, eski joylarda. Mana buni tarixiy joylardan. Alman cheshmasi. Bu favvora Usmonli imperiyasi bilan Germaniya o'rtasidagi do'stlik ramzi sifatida qurilgan. 1901-yilda Germaniya imperatori Wilhelm II tashabbusi bilan barpo etilgan. U Istanbulga qilgan safarini eslatish va ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash maqsadida sovg'a sifatida taqdim etilgan. Favvora aslida Germaniyada tayyorlanib, keyin qismlariga ajratilgan holda Istanbulga olib kelinib, shu yerda qayta yig'ilgan. Mana suv iching, mana suv. Qo'l pullar yuvib nima qilgani? Ya ozga nima qiling bilasiz? Ha? Subhanalloh.
Aya Safiya men aytdan namoz o'qigani kiradi. Ya pulli ba'sida. Akamlar aytishdi pulli deb. Pulli qilib qo'yibdimi? Subhanalloh. Balki nima qurilish bo'lib turgani uchun shunaqa qilgandir, lekin bunachi kirish bepul edi. Subhanalloh. Namoz o'qishga kirish pulli ba'sida. Hozir pulli qilib qo'yibdi. Bu bilmayman nima turibdi. Akamlar jumaga berib Ha, bo'laveradi. Ha, bo'ldi. Endi hozir Safiya nimalardan chiqib biz sim kartaga kelishga olishga. Mana aytganimdek narxlar o'zi o'sishni boshlayapti. 42500. Sim karta. Mana hozir nimasida? Esim bo'lsa yaxshi, arzonroq tushar. Chunki mana 10 kunlikligi 1050. Bu nimasi 25 bo'lgani bilan buniki 20. 2,5. Почти 2 barobardan ham oshiqroq bo'lyapti. Hozir do'stimga telefonlarga uryapmiz, inshaalloh. Shunaga bemalol ishlatib yuramiz. Aksesuarlar nimalari? Telefonlarga qarab o'ylaysiz. Tushmaydigan telefon olmaylardi. Esimga uladik. Reklama abim, reklama. Ana, sizga internet sim. Shu Aya Safiya bilan nimadan kelganda, shuni tramvay yo'li bilan kelsalaring, mana shu yerda o'zi Vodafone telefon nima bor. Shu akamiz sizlarga yordam beradilar. SM desalar SM, sim kart desalar sim kart bor hammasi. Ana hozir shunga hozir uladik do'stimga 5G lar chiqyapti. Hozir shu do'konda qiziq narsa ishlatib oldik. Aytib yuboring do'stim, nech pulda arendasi? Mana shu kichik 3 do'kon, 3 ga to'g'ri bo'lsa, juda patologiya. $3,500 ekan. Subhanalloh. Bir oylik arendasi. Subhanalloh. Bunaqa do'konlar shu nimani oldida 3,5 $4,500 ekan arenda puli. Subhanalloh. Mana Kapal Charsiga keldik. Kapal Charsi bozori. Bu stoshlar, nimalar sotilgan joy. Do'stim bilan hozir biz remen oqtaryapmiz, tasma oqtaryapmiz. Bu yerda har xil narsalar bor. Tillo taqincha. Katta tarixiy bozorlardan bu ham. Bunaqa chiroyli mana suyuqlikni olish mumkin. Mana o'zi turizm mana ko'rdingizmi? Turizm bo'lyapti. O'zi oshdi. Hat. Salom. Yo'q, yo'q, teşekkür. Ahmetga tashlang. O sizni kutyapti do'stlar. Yurgancha bu tarafiga. Do'st, qara kamera o'giraman xolos. Ulgurmaydi. Orqamga zadniy qilib oling-da. Siz YouTube'imda ko'rib olasiz. Ana suvni. Ha? To'xtanchi. Ha, suvenirlar. Ha, netroqqa boraylik, netda so'raymiz. Excuse me, let me show you herbal tea. Merhaba. Mana nimani haqiqiy turk nimalari.
gilamlari mana. Zo'r bo'ladi bular ham. Mana. Chiroyli go'zal. Bu mana kichik gilamlar. Subhanalloh. Juda go'zal. To enjoy now. Yürüyün hacca. Şuraya hacca mekte var ekan. Buralar bağlı ekan. Evet, tartizoni bor. Yana chiqib ko'rasiz do'stim. Mana bozor qoq o'rtasida anaqali tartizonlar. Suvenir bir yerda kosalar, shirinliklar. Biz bozorda aylanıyoruz. Hozir zo'r narsa ko'rdim. PUBG o'ynaganlarga tanish anaqa. Inshaalloh. Wayne nimalar bor ekan. Sallatlar. Liboslar. Hozir aylanib bozorlarini kelib hozir Misr bozoriga kelib qoldik. Yipskiy bozor deydi. Bu bozor shirinliklar, choy, ziravor, har xil narsalar sotiladi bu yerda. Hozir chiyag'idan kofeler sotilyapti. Bilmiş bu insanlar. Oh. Maşallah odamlar bozorda odam yo'q deydi, hamma yoq Turkiyada ekan. Ha? Ha. Voy. Subhanallah. Biz odam yo'q desa hamma odam bularda ekan. Turkiya olyapti hamma odamni. Ital yurmasa hali beramiz do'stim. Do'stim oldiga qo'yib olganman, endi yuribmiz. O ana blogerlar yana bor ekan. Hamma yoqsizlar shirinliklar. Nimasi? Eng qizig'i do'stim, bu yerda chiroyli qurgan. Nimasiga qarasangiz, bu juda go'zal. Bu joyga qorningiz och holda kelsam bo'laveradi. Unisini mayda-chuyda yeb qorningiz ham to'yib qoladi. Mana har xil ziravorlar, choylardan ko'pchatdan olib ketadi. Yardım nerede? Kalkmam için yerden. Sebebim nerede? Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben. Tam o anda ummadığında bir güneş Anaqalar ham bor do'st, qarang. Ko'rdingizmi mana? Mana choy. Xush ko'rdim mana. Choylar. Hatto odamlar ichgan choylar. Xush ko'rdim. Abi gel
Beş parmak